Yangi qo'shilgan savollarni izohlayotganimda agar biletlarni aytilgan soni bilan ishlayotganing soni bilan agar bir-biriga mos kelmasa e'tibor qilmaysizlar. Bu yerda faqatgina asosiysi savollarni to'g'ri holat bo'yicha izohlab ishlash. Mana bu savolimizda ushbu holatda tramvayning oldi qismidan kesib o'tishga ruxsat etiladimi? Aslida ruxsat etiladi, chunki qoidada tramvaylarning oldi qismidan, avtobuslarni esa orqa tomondan kesib o'tish kerak deyilgan. Bu yerda ruxsat beriladi. Ushbu belgi o'rnatiladi faqatgina shu maktab va bolalar dam olish maskanlarining oldida. Bir vaqtda qayrilib olishni qaysi transport vositalari yo'l berish kerak? Oldingi savollarimizni izohlab o'tganman va ikkita haydovchi bir vaqtda teng huquq holat bo'ladigan bo'lsa, o'ng tomonda kelayotgan haydovchiga yo'l berishimiz kerak. Bu yerda avtobus yengilga yo'l berish majbur. Shunda kim yo'l beradi deyilganda avtobus haydovchisi. Bu vaziyatda qaysi transport vositalarini qoidani buzyapti? Moped, chunki mopedlarga avtomagistrallarda harakatlanish mumkin emas va chetki chap bo'lini yuk avtomobillarini ham bo'lakni egallab yurish taqiqlanadi. Shunda F1 3,5 tonna bo'lgan yuk va moped haydovchisi. Ushbu holatda to'xtab turish shoxobchasi, ya'ni stoyankalardan chiqishayotganda kim yo'l beradi? Bu yerda qizil ham to'xtab turish stoyankasida va ko'k avtomobil ham stoyankada va bu holatda kim yo'l beradi deyilganda faqatgina qizil avtomobil. Lekin savolda nima deb savol berilgan? To'xtab turish joyidan chiqayotganda boshqa transport vositasi bilan yo'llaringiz kesishganda qanday harakat qilishingiz kerak? Xo'p, bu degan biz hozir qizilda ketayotgan ekanmiz, biz ko'kka yo'l berishimiz kerak. Qaysi yo'l chiziqlari maktab oldida va piyodalar joylarini qo'llaniladi? Maktab va maktabgacha ta'lim bo'lgan chiziqlar bu qizil, oq, zebra chiziq. Mana bu holat maktablargacha bo'lgan ta'lim. Shunda to'g'ri javob 3. Avtomobillar uchun mo'ljallangan yo'l bu 2. Yana bitta savolimiz bor. Yengil avtomobillarni turini ko'rsating qaysi biri deganda, yengil avtomobillar mana bu. Avtomobillar uchun mo'ljallangan yo'l bo'lsa, mana bu. Shunda savolimiz avtomobillar uchun mo'ljallangan yo'l deb hisoblanibdi va to'g'ri javobimiz 2. Mototsikl haydovchi qoidani buzyaptimi? Yo'q. O'zi aslida bu holatda tik balandlikda quvib o'tish taqiqlanadi, lekin oxirgi nuqtasiga e'tibor qiladigan bo'lsak, balandlikni uzunligi juda ham uzoq. Bu mototsikl bu holatda bemalol quvib o'tib olish imkoniyati bor va hech qanaqa ko'rinish cheklangan holatlar yo'q. Shunda qoidani buzyaptimi deganda yo'q. Belgilarning ichida kesishuv bildiradi. Kesishuv bu chorrahalarda transport vositalarining kesishmasi haqida ogohlantiruvchi belgi. Ushbu belgi teng ahamiyatli chorrahalar haqida o'rnatiladigan belgi. Bu ikkinchi darajali yo'l bilan kesishuv. Endi bu bir-biriga o'xshaydigan so'zlar hisoblangani bilan, lekin bu yerda qaysi biri qatnov qismida deyapti, kesishadigan hududni bildiradi. Bu A. Ushbu joyda yengil avtomobil tirkamasi bilan harakatlanish mumkin. Bu yerda tirkamali va shatakka olingan transport vositalarining harakati taqiqlanadi, chunki u joyda burilib olish, qayrilib olish holati qiyin bo'lganligi uchun ushbu belgi o'rnatiladi. Lekin yarim tirkamali yengil avtomobillarga bu belgi ta'sir qilmaydi. Shuning uchun bu yerda ruxsat beriladi. Savolimiz ham hozir yakunini topdi va keyingi savolini tez o'tib va tezda ishlashni boshlaymiz.